öz qo'li bilan ishlab turmushini qamdash. Boshqalarga yuk bo'lmaslik. Boshqalarning yordamiga qarab xo'rlik qilib o'tirmaslik. Bu Payg'ambar alayhisolamning eng chong xislati edi. Biz buni mushundaq darslarni o'rganishimiz, mushundaq darslarni o'zimizga o'zlashtirishimiz, o'z kuchimizga tayinib yashashni bilishimiz, xo'rlik qilmasligimiz, boshqalarga yuk olmasligimiz, qo'limizdan keladigan tirishchanlikni qilishimiz lozim. Şuna Peygamber Aleyhisselam el-mu'minul qavi hayrun indallahi minel mu'minil da'if degan. Yani Allah Teala'nın nazarida küçlük mümin aciz müminden yaxşı. Aciz müminin mümin bo'lganligi uchun uning yaxshiligi bor, lekin küçlük mümin texmi yaxshi chunki ham öz kuchiga tayinib ish qila oladi, ham shundoq ajizlarga yordam qila oladi. Demek biz Müslümanlar küçlük bo'lishga tirishishimiz lazım. Kuch-quvvat bo'ladigan har qanday ishni qilish lazım. İlmi kuch-quvvat, iqtisodiy kuch-quvvat, siyosiy kuch-quvvat, media tashviqot kuch-quvvati va oxirsida Allah yolida jihad qiladigan Qur'on kuchi qatorliq mushu kuchlarning hammasini qo'lga keltirish, har jihatda kuchli bo'lishga tirishish lozim. Bu bizning dinimizningki emri, Peygamber Aleyhisselam'ның bizga qoldirgan sunnati va Peygamber Aleyhisselam'ның ulgulik hayoti.